shunaqa bu nima uchun bu cho'zib teknik ikkidan cho'zib qachondan Germaniyada bor bu $3,000 shunaqa qanaqasi bor bu tomoni bo'lishi kerak bu tomon nima yo'qmasa keyin men ko'pdan o'qigani bo'lib to'lash возможности bor ekan magistrda o'zi ishlar o'zi topib to'laydi shu самое главное mayli shu chiqsin bir chetlarga bu bechara bakalavriga rassomlar qiluvdi shungami bilmayman bu отказ bu toza unaqa bo'ladi shunday bakalavr o'qish magistrga borib xudo xohlasa Jaloliddin nima qildi tavbasida yo o'qimaydigan bo'lsang ishlab topib qo'yasan kontraktingda nima bo'ladi logistika bo'ladi yo agar men shu chetib o'qiyman shu 100% grantga o'ynayman desa o'zi tanladi Jalol hozir shunday o'zini kontraktini o'zi to'layman deyaptimi? To'lashga harakat qiladi. Mayli birinchi yil to'layotishga menimcha ko'zim yetmaydi. Bu keyingi yillarga qilish kerak. O'zi hozir logistikaga chiqib qo'ysang, bu o'sha o'qimaydi bu 200% da. Chunki bu kechasi 2-3 gacha qolib ketadimi, faqat o'qiyman degancha tonglatadimi, bu o'sha ertasi kungacha mana shu o'tiraveradi, ta'zir yutib qoladi. Yo'q, nega qoladi? Logistikani o'sha yerda o'qilsa bo'ladi degan imkoniyati bor. По-любому 2-3 gacha yo'q. Shuni hamma joyda ham yo'q, chunki qazik unaqa borib kelib yurmagan shu yerdan deganda yo'q deb qo'ymagan ekan-da. Keyin u kelardi uyga. Yo'q, lekin gaplashish kerak-da. Men chunki bormi imkoni shunaqa. Hammada ham masalan ko'p logistikalar hozir fazik davrida umuman qadri yo'q edi. Hozir lekin ancha shohirda ham qadri bor. Endi ko'ramiz, yana ham ancha sharoitlar qilib beryapti. Ish ham hozir anchani qolib ketgan, частный sektorga ko'payib ketgan. Hozir gaplashib ko'rish kerak-da. Sharoit qidirmayapti. Bu borda bilasiz, ha, bu o'qiydigan bola, ha, bu urib chiqadi deysiz-da. Bu o'qiydigan emas-da, bu o'qiydigan toifadan emas, bo'ldi bu. Aldaydigan toifadan. Ha, bu moshennik, u o'qimaydi, o'qiydigan bolachi boshdan bosh o'sha ilmga, bilimga berilgan bo'ladi-da. O'qiydigan bola o'qimayotgan bo'lsa, daraga borib yordam bersin bo'lmasa. O'qiydigan bola mana amaldagi bolalarni o'qiydigan desa bo'ladi. Obritovan bolalarni haqiqatan mana kichkinasi haqiqatan o'zimday sal o'zim dunyo qarashi bor-da. Bunday. Ular ha. Shunaqa o'zlarini masalan, endi ko'zlari ammo ketib o'zim gapirib qoladimi yo? U haqiqatan o'qiydigan bola. Botanik deydi. o'qiydigan bunaqalar bilasizmi, ketmonchi ham bor. Ketmonchi Hozir ham ishlayapti ekan, ham o'qiyapti ekan. Qisir bo'ladi, Bankda ishlayapti ekan. Bunisi tanlagan yo'nalishi menejer ekan. Bankda ishlaydi. Nima degan bankda? Qaysi bankda? U IT data engineering bor. AI. Bunu kısa mı? Cevabını kazandı. Menejer degani boshqa qo'shadi. Ne stajyerlik bu jala jo'nalish. Javob olmaymiz. Albatta, tomosha ko'pnab ketadi. Qilgan bola Yo'q, lekin o'sha obritovan men turishim toza kerak bo'lar ekan. Hali sen suhbatim so'ygan. Ya, ancha aqlli bola. Chunki u West'ni o'zini kontraktini o'zi to'laydi. Aqlli bola. O'ta aqlli bola. Men uni chetlarga borib kelyapti. men uni erkin aqlli desam, bu pismiq aqlli. O'zini dimishini chiqarmaydigan, ishiga juda puxta bacha ekan. O'ta puxta bacha ekan ishiga. Erkin muomalali, Erkin muomalali jaydaroq-ku. Qishloq bolasi bu. Yo'q, bu faqat bolalar bo'ladimi? O'zini dunyosi bor. Yo'nalishni sen bo'lish. Yo'q, o'ta puxta bacha ekan. Lekin Jaloliddin yaqinlashib bo'ldi. O'sha keyin men seni unaqa yaxshi balogan qo'yamsan. Vaqting borida men senga nima qilayin deganda, u dedi bu yaqinlashib qoldi. Kichkina o'g'li. Qanday tushunmadim. Kichkina o'g'li yordam bermadi.
aytdi, menda deb qanday anglizchani qo'shgan. O'zingda bir o'qitlaring bilan haftada bir kun bo'lsa ham menga bir uni qilgin deb uni qilgan. Что? Bo'sh vaqtingda masalan 1 soat bo'lsa ham ajratgan. Как-то buni qilganda. Endi nega qoladi? Odam Nima ishi tushgandan keyin og'ajon, akajon deb majbur yalmadi-da. Bitta Ne? so'raganmini Ya o'zi yordam beraman deydigan qiladi, qilmaydiganchi qiladigan bo'lsa bu tarafdan Bu qoladi. bor. Chunki ajabsanku mana bunaqa o'zicha o'zini nafasiga mana shunday. ana o'zi bir xil toifalar bo'ladi. Yordam bergisi kelmaydigan toifalar ham bor, to'g'ri. Masalan, bir ikkita doim bo'ladi, yordam ham so'ramaydi, yordam ham bermaydi. Ha. Mana shunaqalar bor. Mayli, men uni Ama qayerdan yordam- olmasman. So'ramasang ham yordam berib Ha, qo'yadi. ha, ha. Keyin tortaveradi. Tortaveradi. Keyin sen tortib Ularni o'zlari, egasini o'zlari, bilan borib ketadi, bilan o'tmaydi. Lekin bola degan haqiqatan aqlli bashar. Bilan interes ishiga bir so'rab ko'rsin, bular ne bo'ladi? Lekin-da, нужно. Balkim stanovkaga qachadi. Nima? Ya, zo'r, ana-da, bular ne bo'ladi? aya, yana bir marta aytaman. Men gapimni nega quloq solmaysizlar o'zi? Boshqa aytdim. Hali ko'rsin shu. Теперь мне надо Государственные красоты, массажные частные. Yunuslardimi? Dadanglar bor. Bolani o'zini ichida xohishi bo'lsa, intilishi bo'lsa, unga siz aytganingiz, uni tortganingiz, uni ma'murga borib so'raganingiz ma'nosi bo'lmaydi-da. Siz eshityapsizmi? O'z xohlasangiz borib topib olib yurib qo'yadi. Buningizga agar o'ziga kerak bo'lsa, borib kiyimni topib qo'yadi. Siz men bormaydi. Xuddi jalol. Xuddi jalol. Hatto oshga jalol. O'sirmadi, takibni battar qildi. Если еще раз пукнешь, то я тебе тоже в ответ пукну, понятно? Давай. Прямо на лицо. Ay senin. Ya, jalol nasıl yo'lini topib Yo, lekin hozir, men maqtamoqchi bo'lsam, hozir endi o'sha narigi ITga borgan 3-4 ta bola bilan bir sozdавать qilgan. Bu o'sha anaqasini tuzib bergan, nima edi? Ha, nima qilganmidi? Shuncha 100 ming, 200 ming ishlayapti bola. Kontraktni o'zing to'laysan, men sen kontraktni to'lamayman dedim. Agar shunga rozi bo'lsang, bo'lmasa, davlatda hali email topsanglar. U ham kontrakt agar endi bir haftada boyagi mana bular aniq qilib o'sha kvotani ishlatib bersa, даже byudjet ham bo'lib qolishi mumkin. Yo'q, kontragi arzon-da, yadan. Buni davlat kontraktlari qancha aziz? 15 ming. Satılgan hozir ucham 18 olsa dolardık, 15 lira bu arada. 15 lira. 14 lira bor. Şimdi sen yarmadı. 15 milyon qo'yadi, 15 milyon bir yilga ekan. 40 milyoncha. Nima deyapsan? Shuni bir yilga tenglarimiz Endi 30 milyondu emasmi? Hozirgi institut 30 milyon emasmi-da? Yo 40 milyon. 40 milyon. O, doğru. O'sha yerda Vestlada 30 million. Babacan biz onun davrda o'qigan ekanmiz sizlarga azob berma ya. Tekinga. Endi sizlarga o'zida qutubxonaga keldi. Lekin manga anonsi yo'q. Gulxora lekin mana da yotib o'sibdi, za'anu balkonga dedi. Ana kuni. Oh my
Grad dedim başladı. Ya gunohlar pok etib o'siradi. Ya gunohlar yig'ib o'stiradi. Gunohlar yig'ib o'stiradi. O'ziga degan ovoz shunday garchillab chiqadi. Gartilab chiqqan bor, ingillab salsaydi. Uy. Ajabang mashinalar yotuvdi. Shu balkonga hadeb keldi. Aytdim, "Boring chiqib chiqinglar" dedim men. Yig'avermayman dedim. Ochqab qolaman deb qo'rqaymizmi dedim. Chicharsa chichirdi. Kaka kelmasa shu o'sirib chiqibdi, keyin kakaga yo'l ochiladi. Shu gazab turadi kechqurda ham. O'sha noqulay. Az ishxonada bo'lsa noqulolmaysan. O'tirasan yig'ib. Aslida ishxonada o'tirib o'tirasan buni. Tualet degan narsa bor shekilli. Yo'q, men tualetga borganimda ishxonada tualetga ham kirasan-ku. Hozir o'sirsan tashqariga eshitilsa-chi, orqangdan birov kirib kelsa-chi. Bor shunaqa bo'ladi-da. Kartonmi? Navoda gaz obrazovание qilish yomon narsa. Yomon endi bor bunaqa o'stiramisan-da. Men bir marta shunday bo'lgan. Spazm beradi. O, böyle yomon narsa ekan spazm. Yomon da ko'zni miyani otib tashlar ekan, jinniq tashlar ekan. O'lsin, samolyotda shunday bo'lib qolsam-da. Ma'zur, shunday bir marta qaytdim. Keyin o'sirib qaytarib, 4 marta qaytardim. Qaytarish kerak. Endi neudobno bo'ldimda. Shu uyalaman. Samolyot chekkan vaqtimda bu vaqtda qarasam, bo'lmayapti. Mahallada tavakkal, tuatga bordim-da. Endi Samolyot toza bo'ladimi? Toza bo'lmaydi. Shashasiga chiqmadi. Keyin o'sirib o'shada bir Yengil bunday qilib bir vaqtda bir ko'zlarim ochilib mazza qildim-ku. Hech O'shanda bir o'sirib o'shmagan. Ha, shunday bo'lsa mana aktivirani yo'qolamiz kerak-da. Gazda. Opa. Uyda abid qilganmiz, kechqurun. Abid ujum bo'lgan Xitoydan o'qib keldingmi o'zi? Ammo jahonda soat necha bo'ldi? bunisi hamma narsasini yo'rganmiz-da. Men ham ketdimmi, bizga o'tdim. Havo qo'ysanglar. Bizniki Qayda cho'lar, qayda Nimalar shu men nimadan qo'rqib ketdim? Sen o'sida ham muhokama qildik. Hidlarini tezligini. Butun dunyoga yoy. Bunda har qancha kuchi yetib kelishini. Donaniki o'shanday, donaniki xuddi shunday. Yaxshi chiqadi. Ibolarga bir xil xarakterlar. Xarakter ham bir xil, kakashlar ham bir xil. Turshi ham bir xil. Ular xuddi shunday. Chiqadi. Azap bitta keyin ayniqsa yosh kattalar. Opa, Shu uchun каждый день o'rdan chiqolmaydi. Besh dona tualetga chiqsa, men spitsalniy karta qo'yib qo'yganman. Yo'q, chunki bitta kakash qidirib oladigan narsa boshdan qolmaydi. Qartni yemaydimi o'sha? Aniq sotib ketadi. Ispatsal ekanda. Musoniki o'shanda, musoniki bir yarim yoshgacha, 1 yoshlargacha yomon sasib ketardi. Lekin bu sassan O'zbekistonga kelganda